voy, bu sigirga berayotgan mehringizni bizga ham bering. Dada. Mana mehrimizni bittasi keldi-ku. Ha? Mashinangiz kalitini berib turing. Shunda yo'lda chetidan borib magazinga chiqib keling. Yo'q. Nega dada o'zingizni o'g'lingizga ishonmayapsizmi? Ey bolam. Sen men bolamsan-ku. Men o'zim qanaqaligimni bilaman-da. Mana sanday paytimizda biz ham aytaydik-da, ustozchi, oxirgi parani javob bering, bir uyga ertaroq borib uydagilarga yordamlashaylik. Ustoz javob bering. Bilasanmi, men soat kechqurun 10 da kirib kelaydim uyga. Ba'zan kimdir olib kutib tashlaydi meni. Tanimayman ularni, xudo biladi kim. Tim bo'lisan, pravang yo'q. Hozir birovni tovug'ini urib ketadigan bo'lsang, birinchi navbatda men ketaman. Keyin sen ketasan. Undan keyin mana onang. Nima onang yana? Yana nima qildim? Hamma seni kommentariyada so'katdi. Ha, to'g'ri aytyapti. Kerakmi senga shu? Birinchi marta to'g'ri aytyapti. Maqol bor bolam. Qichimagan ko'tga balo yo'q, qichigan ko'tga davo yo'q degan bolam. O'shaning uchun bor. O'zi nima olmoqchi eding sen menga qara? Shu supu olib kelmoqchi edim. Supu? Shuncha kompot yopganmiz, kompot ich. Yo'q. Kompotni birortang tegsang, mendan ko'rasanlar. Qishgacha hech kim tegmaydi. Kim bo'ldi qishda icharkamiz bolam, sen bu mashinada qishgacha haydab bora olmaysan, qiyin u. Boraver.